Dilshod, ishing o'xshamayotgan payt, stressga berilib ketgan payting, jahling chiqib ketgan payt nima qilasan? Ikkita ish qilaman, bittasini aytaman. O'ng tarafga qaragin, pastga. Nima bor? Kitobmi? Da, kitob. Kitob o'qiyman. Bitta kafeshga kirib olaman yoki uyda o'zimning xonamga kirib kitob o'qiyman. Kitob o'qish bu hozirgi aybingni ham kitobda aytgan bo'ladi. Kelajakda qiladigan xatolaringni ham kitobda aytgan bo'ladi. Ayb qilmasdan turib, kelajakdagi xatoingni bilib qo'yasan kitob o'qib. Ikkita oilani taniyman, deyman. Bitta oila bor, zavtrakda ham, obedda ham, ujinda ham televizor ko'rib ovqatlanishadi. Ujindan keyin choy ichganda ham televizor ko'rishadi. Ikkinchi oilani bilaman, juda ham hurmat qilaman, juda ham aqlli, kam xato qiladigan oila. Ular soch ujindan keyin televizorni o'chirishadi, telefonlarni o'chirishadi, faqat svet, jimjitlikda 2 soat faqat kitob o'qishadi. Hamma farzandi ham, o'zi ham kitob o'qiydi. Endi men ulardan so'raganman, bitta o'tirishda bitta kitob o'qiysizlarmi desam, yo'q, unda me'damizga tegib qoladi, ko'zimizga zarar bo'lib qoladi. Bir haftada bitta kitob o'qiymiz deyishgan. Har bittaliga. O'shanda bolalarni ham qiziqishini so'ndirib qo'ymaymiz deb aytishgan. Va u oilaga men juda ham hurmatim cheksiz, men juda ham havosim keladi shu oilaga. Chunki ishxonasida ham, mahalla ko'yda ham juda ham obro'si baland. Chunki biladi-da, ular kim bilan qanaqa muomala qilish kerak hammasini kitobdan o'rgangan. Xudo xolisa, men ham niyat qilganman, o'zimni oilamni shunaqa tarbiya qilaman. Kstati, kutubxona qilib qo'ydim uyimda bitta xonani o'rtoq. Hamma kitob sotib olma, kitobni olib borib qo'yaman uyga. Kelajakda xudo xolisa, ujindan keyin bolalarim bilan qani yuringlar deb, telefonlarni o'chirib turib, kitob o'qinglar deb, xudo xolisa kitob o'qitaman. O'shanda elu yurtga manfaat tegadigan aqlli, xushli farzandlar o'sha voyaga yetkazamiz deb umid qilaman. O'shanga men maslahat bergan bo'lardim, stressga kirib qolgan, biznes yurmayotgan odamlarga kitob o'qishga.